nega sizni yaxshi ko'rishmaydi? Bilasizmi? Yaxshiroq o'tirib oling, tushuntiraman. Chunki siz qulay bo'lish uchun o'zingizni har ko'yga solmaysiz. Yaxshi ko'rinish uchun haqiqatdan ham qochmaysiz. Gapirmaslik kerak bo'lgan joyda jim turmaysiz. Kerak bo'lganda savol berasiz, chegarangizni qo'yasiz, yo'q deyishni bilasiz va tevaragingizdagilar bundan bezovtalanyapti. Chunki siz borligingizcha yashaysiz. Yolg'on rollarni taniy olishingiz, munosabatda niqoblarni ajrata olishligingiz, kimdir sizni tan olish o'rniga rad etishni, ayblashni tanlashi, ishoning, bu vaziyatda tabiiy hol. Lekin bu yerda bitta haqiqat borda, siz sevilmayotganligingiz uchun qadrli emassiz deb o'ylamang. Aksincha, siz o'zingizni yo'qotmaganligingiz sababli hammaga ham yoqavermaysiz. Bu jazolanadigan sifat emas. Bilasizmi bu nima? Bu kuch. Har kimni muhabbati sizga kerak emas degani. Sizni ko'ra oladigan, sizni ko'zingizni tushuna oladigan insonlar bor, to'g'ri, ular kam, lekin ular bor. Psixologiyada bitta qonun borda, inson o'ziga o'xshamagan energiyadan qo'rqadi. O'zida yo'q bo'lgan fazilatni boshqasida ko'rsa, uni yo'q qilishga urinadi.